Ha polvon. Maşallah, maşallah. Yosinbek. Andijondamiz. Hammaga assalomu alaykum akalar. Tinchmisizlar? Sog' salomat. Akalar, Andijon viloyati Shahrixon tumanmi bu? Shahrixon tumani. Shahrixon tumanidamiz akalar. Xullas, Murodjon akamning oldiga keldim. Bitta qoraxon yaxshi ot sotiladi inshaalloh. Xudo Xullas, xolasa. akam o'zi boricha ma'lumot sizlarga yetkazadi, biz boricha ko'rsatamiz. Insonchilik akalarim, xato kamchilik uchun uzr. Akam tinchmisiz? Ha, Alloh shukr, bardamgina. Sog'ligingiz yaxshimi? Qani tomongacha keyin bosaveringchi mana sekin. O'zini holatiga. Bo'ldi mana. Akam qanday qo'yvor do'riyapti? Ha, uni g'ayrati yaxshigina ekan. O'zi to'xtating aka. Yengilligi ancha yengil endi buni. Ko'z tegmasin aka. Aka qanday ot bu? Ot xudo xolasa bir qadrdonimizdan Qirg'izistondan kelgan. Qululligida kelgan. Qululligida kelgan. Ay maşallah. Ot bo'lib mana o'zimizda xudo xolasa ot bo'lib yuribdi. Biz ham endi bir o'zi aslida akamizniki. Bir yaxshi niyatga sotilyapti, yaxshilikka xudo xolasa. Inshaalloh. Ot behijolat, yosh bola, katta odam. Salotga qarab yuraveradi, xudo xolasa. Haqiqiy qo'l bola ekan-da. Qo'l bola, garantiya, haqiqiy qo'l bola. Jonivor. Anchagina mehr ko'rgan akalar. Yosh qanaqa bo'ldi aka? Yoshi mana shu bahorda xudo xolasa shu 4 o'tini edi. Bitta qora akamizga edi. Endi bu bizga beradi, xudo xolasa bitta akamizda u. Endi mana shu yoldan 4 yosh. Ha. Yulga 4 yosh. Bilga 4. Hadi tishini bir tortib qo'ying. Kechi qani? Yuvoshmi aka? Yuvosh, behijolat. Hop, mana akalar. Bu tomonida tepada ozuq yo'q ekan, pastda bor ekan. Bu tomonidan, o'ng tomonidan adashmasam ko'rindi aka. Ozgina endi suryapti. Tomonini qoldi. Tepasini ham chiqazib qo'yibdi. Aka, bu yil 5 mi yo 4 mi? Bu yil xudo xolasa 4 bo'ladi endi. 4 bo'ladimi? Aha. Mashallah. Mana akalar. Bu yil 4 bo'ladi inshaalloh. Ko'z tegmasin. Akam, hamma yo'g'i yaxshimi? Behijolat. Soni yo'qmi? Yo'q. Shu chiroyli bir 4 tutun tortavering. Orqalarini bir ko'rib qo'ying. Yeganda ichganda muammosi yo'qmi aka? Yaxshi, xudo xolasa. Yeb ichgancha shunchalik yuribdi mana. Ammo g'ayratgina, yaxshigina ekan, g'ayrati aka. Bu boshqa dunyo endi bu. Turishgan chumchi yengil ekan-da aka? Yengil. Nechi bor aka? Halalligi. 65 ga xudo xolasa olishaversin. 65. Bag'ildangi joyda 70 desa, bundan boshqa kelib qolyapti bizlar. Hijolat topolmaylik, 65 ga olishaversin. Bor 65 deng, ha? Bori 65. Mana akalarim otni turishi, opish holatini ko'rsatayin. Forma bichimlari, qashqovoqlari, peshanasida chiroyli qashqachasi bor ekan. Bor. Akam oxirida zo'rmi, qarovdi? Yaxshi, yuvosh. Yo'q, yuvosh. O'zi qo'l bo'ladi endi bu o'zimizni otlar bo'ladi-yu, odam tanlaydigan, odam ajratadigan. Xudo xolasa unaqa yo'qmi? Yo'q. Ko'z tegmasin. Uloqlariga bir o'rgatib qo'yildimi aka? Uloqlariga o'tganlari mana Shuhrat hoji akanikida yugurdi aytdi. Endi ichida oralatib, mana o'tib yurgan 3 yoshligida, bitta qorada, yana o'zimizning mayda uloqlarda ancha yurgan joyi bor. Otdan o'rgatib qo'yilganda. Ha, uloqlarga o'rgatib qo'ygan. Otdan irganmay dadil kelib ketaveradi, xudo xolasa. Endi baribir yosh ekanda akam, 6 ta ot, 7 ta chop. Yana 1-2 yil avaylash kerak-da. Avaylash keladigan joy bor. Shunga bir yil bunaqa ko'p bo'lmadi. Endi bizda maydonlar ham bo'lmadi. Oshchi uloq ham bo'lmadi. 1-2 olib bordi bir yil olma. Mana akalarim, hop. Balandligi 1.65 xudo xolasa. Oyoqlari yaxshi ekan akalar. Polvon narsa. Jonivor bu qo'l bola ekan. Xullas. Qo'l bolot. Qululligidan mashitda katta bo'lgan ekan. Bundan chiqdi hamma tomoni zo'r akalarim. Kafolat, yedi ishtilari. Bu kecha bugun kelgan emas ekan. Akam yurg'izing bir yurishtirishlarni ko'rsatib qo'ying. Mana akalar. Sig'mayapti, qo'lvor do'riyapti. G'ayrati, yurishtirishi yaxshi ekan akalar. Murodjon aka, o'zingni bosib oldi. pastga olib tushingda bitta qo'yib yuboring akam. Nima qilib? Yo'q. Bitta chopaylik. Degan narxini aytamiz aka. Mana akalar, bir yengilligini ham ko'ramiz. Ko'ravering. Pastdan bu yoqqa bir qo'yasiz aka, ana orqalari. Xudo xolasa xo'p bo'ladi. Xullas, menimcha yaxshi. Qiziqqan akalarimga nomer qoldiramiz ekranda, aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yurish turishi, odamga yaqin yuvoshligi yaxshi ekan. Menimcha yurgan pulsa bo'lsa kerak. Pulni olishga. Qani qo'ying aka shu tomondan bu yoqqa qarab. Bosing. Bo'ldi, xo'p. Haydi
joning sog' bo'lsin. Bo'ladi, tortaver. Torting. Ha, joning sog' bo'lsin. Bo'ladi aka. Yengil ekan anchuncha. Xudo xolasa ot yengil. Qani chapga ham ha. Ha, tarbiyasi yaxshi bo'lgan ekan aka. Xudo xolasa Tarbiya yaxshi bo'lgan ekan inshaalloh. yaxshi endi kam bo'lsa kamini to'ldirib oladi. Lekin odam narsa yo'q. Hali yosh ekan, muhim aka. Muhimi yo'q. Bundan chumchi keltirib olsa bo'ladi, xudo xolasa aka. Bir zarlatga, yaxshilikka bu sotilyapti xolos bu. Barakasini bersin. Xudo xolasa rosmon ot qilib, bir yaxshi davralarda yurib, bir o'zimni ko'rsataman degan odam bo'lsa, Inshaalloh aka. havas qilganlar bo'lsa, mana xudo xolasa Buyilga ko'kka qo'yib bitta zo'r qilib akam. Ko'kdan endi. chiqazib, yaxshi boqib bo'lsa menimcha aka. Xudo xolasa. Formasi yaxshi, bo'yi basti yaxshi, ammo jonivorni ko'ringlar, oldi tomoni kuchli ekan, ko'z emas. hamma yo'q. O'yinlari, forma bichim yaxshi xullas. Bir orqalarni tortib bo'ring. Rojan aka nech pul aytamiz aka? Endi bunga hamma yo'qda ham narx-navosi o'ziga qarab bo'ladi. Kelishtir aka. Tarbiyasini Aytaymi yo'q, akam, bir yoshini hisobga oling, mehnatini hisobga oling aka. Endi buni o'zimizga ham ozgina pulga kelmagan-u, mayli endi. Necha pul qo'ysak bo'ladi mana elga Akam, qo'yib qarang. o'zimiz. Otni bahosi yo'q. Otni bahosi yo'q. Ashiga buni bir bahona aytganda o'ylayapti. o'ylayapti. Teglaman aka. O'ziga moslab, zo'r qilib bir ko'rgan odam otangga rahmat desin. Yaxshi O'zi ko'ramiz aka. Bo'pti xo'p. Otni o'zicha narxi tushungan odam aytaversin. Shunday aka. Bir meni so'kishmasin. Aha. Bu ot endi buni qadri yetadi. Shunday aka. Yaqinroq qilib 6300 dollar qo'yaveramiz. 6300. Ha. 10 ming, Maqsad sotish. 12 ming yo'q. Yo'q, 10 ming, 12 ming yo'q. Lekin Bo'ldi buni aka. Qirg'izistonda 10 ming, 12 ming, 15 mingga olib o'tishmayapti bunaqasini. Yaxshi Buni- deding ha? Ha, Xudo xolasa kelishi bir o'zimiz mahallada bir qadrdon ukamiz qulunligida otasi polsha toza, Ha. onasi toza qora bayir. Ha, smesh deng. Smesh. Toza ona qora bayir, qora bayirga toza qora bayirdan tushgan. Qirg'izistonda tug'ilganda bu. Qirg'izistonda tug'ilgan. Qulunligida shu mahallaga kelgan bir ukamizga. Otasi Xudo Xudo yaxshi pulga kelgan ekanda, jonivor. endi yaxshi pul yolinga endi qulun narsa. Yaxshi narsa, yaxshi pul bo'ladi aka. Endi hozir bunga qo'y qilmaylik. To'g'ri. Shu elga qo'yamiz, shu Inshaalloh. qiziqqan bo'lsa kim nasib qilsa oxirida yeyish Chiqishaversin obod akam, ha? boqaversin. Xudo xolasa. Akalar, 6300 narx yaxshi bo'lgan bo'lsa, akamga bitta kommentda rahmat deb qo'yamiz. Yaxshilik ulashib qo'yamiz. Xudo xolasa akalar. Qo'l bola inshaalloh. Yoshi o'zi akam yoshini 5 ga ham olishaversin sizdan kelsa ketdi aka. Mayli, endi hali ozig'i yo'q-ku bu akalar. Roshga bir ikkilanib olmas ekan. Qulunligida kelgan rosmana. Mana ozig'i chiqqan, yana bir tortib qo'yish etiga. Ozig'ini chap tomonini akalarim hali tepasida boshlamabdi, ammo o'ng tomonida bor. Ba'zi otlarda o'zimda ham bo'lgan akam. 4 yoshda 4 tozuq chiqasan. Tenglanagada. Endi ba'zilar aytishadi, 4 yoshda past chiqadi, 5-6 da tepasi chiqadi deyshadi-yu. Yo'q, bu o'zi qo'l bola kelgan narsa-da. Shunaqa. Buniki aniqda akalar. Yoshi aniq. Tug'ilgan vaqti akam bosaverish tomonga. Bosaver. Xullas akalar, bor shu. Akamga aloqaga chiqib olasizlar, ekranga nomerlarini yozib qo'ydim. Xudo xolasa 6300 aytilish narxi. Yeganda ichganda muammo bo'lsa akalarim, oyoq qo'lida, tani jonida nuqsoni bo'lsa, Murodjon aka bitta qaytarib qo'y aka. Yo'q, qaytarib qo'y. Aka bir ko'pkariga haydab ko'rsa bo'laveradimi? Mana Ro'zada aka agar ko'pkarli bo'lib qolsa, Bo'p qolsa haydab olaversin. bir kirdi chiqsin, ko'rib olishaveradimi? Chiqsin, behijolat. Xudo xolasa buni syonkalari ham bor endi, bir Dalillar bor. bo'lsa endi, bir videolari ham bor ukamizda. Agar o'chib ketmagan bo'lsa endi hali 100% bor deb qilmaymiz. Lekin bu otni Xudo xolasa ishonarli. Uyaltirmaydi. Yo'q, uyaladigan emas. Biz ham hali bu arzimagan narsaga ko'chada yuradigan odam uyatib borishni xohlamaymiz. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, yaxshilikka Xudo xolasa. Ha, Xudo xolasa yaxshilikka qo'yamiz. Like-esdan chiqmasin. Xato kamchilik uchun o'zi so'rab qo'yamiz. Ko'rishguncha hammaga xayr akalar.